Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 29 va 30 belgilar tahlilini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam boshladik. 29-belgning birinchi savoli. Piyodalar o'tish joyi bo'lmaganda piyodalarga yo'l qatnov qismining qaysi joyidan kesib o'tishga ruxsat etiladi? Chorrahalarda, trotuar chiziqlari yoki yo'l yoqasi bo'ylab. To'g'ri. Ajratuvchi mintaqasiz va to'siqsiz yo'llarning yo'lning ikki tomoni yaxshi ko'rinadigan joyidan qatnov qismining chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida. To'g'ri. Demak, barcha sinab o'tilgan hollarda mumkin ushbu holatda. Qaysi belgi 50 km/soatdan kam tezlikda harakatlanishni taqiqlaydi? Albatta bu yerda 3-belgi 50 km/dan past tezlikda harakatlanishni taqiqlaydi. Birinchisi esa 50 km/dan oshirishni taqiqlasa, ikkinchi belgi umuman cheklovni olib tashlaydi. To'rtinchi belgi ham 50 km/dan kam tezlikda harakatlanish qismi tugaganligini bildirsa, beshinchi belgi bu tavsiyaviy xarakterga ega belgi hisoblanadi. To'xtashni taqiqlovchi joylarda bildiruvchi sidirg'ich sariq chiziq qayerda chiziladi? Ushbu holatda harakatlanish qatnov qismi chetida yoki bordyur ustida degan javob to'g'ri bo'ladi. Bu savolni yodlab qo'yishlaringizni tavsiya qilamiz. Avtomagistrallarda to'xtashga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi, faqatgina to'xtash joyi yoki dam olish joyi belgisi qo'yilgan maxsus maydonchalarda mumkin. Barcha holatlarda mumkin emas. Transport vositalari chorrahani qanday tartibda kezib o'tadilar? Ushbu savollar tezda ham keladi. Biza e'tibor berishimiz kerak kim asosiy yo'lda. Bu ko'rinishda bizada shunaqa uyg'onadiki, tramvaylar asosiy yo'lda deb o'ylaymiz. Lekin qaranglar, yo'l belgilarini soyasiga e'tibor qilamiz. Birinchi tramvay asosiy yo'lda emas. To'g'ri, ikkinchi tramvay asosiy yo'lda va ko'rishimiz mumkin, ko'k avtomobil asosiy yo'lda. Bundan tashqari ko'rishimiz mumkinki, mana bu yerda asosiy yo'l qaysi qismligi belgilangan. Va shu holatda biz asosiy yo'lni chiqara olamiz. Demak, birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega tramvay, ikkinchi tramvay va ko'k avtomobil. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, tramvay, ko'k avtomobil, ya'ni ikkinchi tramvay ko'k avtomobil, birinchi tramvay qizil avtomobil degan javob to'g'ri bo'ladi. Projektor faridan foydalanishga ruxsat etiladi. Faqat aholi punktlaridan tashqarida ro'paradan kelayotgan transport vositalari bo'lmaganda. To'g'ri. Bu savolni ham yodlab qo'yishlaringizni tavsiya qilamiz. Agar siz oldinda harakatlanayotgan avtomobilni quvib o'tishga chiqsangiz, ko'rsatilgan hollarning qaysi birida tosh ishorasini berish maqsadga muvofiq. Quvib o'tish qorong'i vaqtda bajarilganda tosh ishorasini berishyapti emas, farang o'chirib yoqish mumkin. Quvib o'tilayotgan avtomobil haydovchisi tormoz berishni boshlaganda. Quvib o'tilayotgan avtomobil haydovchisi chapga burish ko'rsatkichini yoqqanda. Chapga burilish ko'rsatkichini yoqqanda degan javob to'g'ri. Bu savolni ham yodlab qolishlaringizni tavsiya qilamiz. Ko'rsatilgan joyda to'xtashga ruxsat etiladimi? Albatta ruxsat etiladi. Yengil avtomobil haydovchisi yo'l berishi kerak, albatta, chunki yo'l belgisiga e'tibor qilamiz. Avtobus haydovchisi asosiy yo'lda, qizil avtomobil haydovchisi esa mahalladan, ya'ni aholi yashash punktidan chiqib kelmoqda. Demak, albatta bu holatda yo'l berish kerak. Odamlarni tashishga moslashtirilmagan yuk avtomobili yukxonasida odam tashishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Avtomagistralga tegishli bo'lmagan yo'llarda ruxsat etiladi. Faqat yukni olish uchun borayotgan yoki kuzatib boruvchi shaxslarga shu shart bilanki, ular bortlaridan pastda joylashgan o'tiradigan joy bilan ta'minlangan bo'lsa ruxsat etiladi. Ushbu javob to'g'ri. Demak, hozir biz 29-belgi tahlilini ko'rib chiqdik. Endi navbat 30-belgiga. Xo'p, qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Hurmatli kuzatuvchilar, biz aytganimiz ushbu holatda ko'rishimiz mumkinki,
qizil yalt-yalt etuvchi chiroqlar bilan jihozlangan, miltillovchi chiroqlar bilan jihozlangan va ushbu jihoz yoqilgan bo'lsa, ya'ni o'sha qizil yalt-yalt miltillovchi chirog'i bilan yoqib kelayotgan transport vositasi harakatda ustunlikka ega bo'ladi. Demak, to'g'ri. Tez yordam mashinasiga nisbatan yashil avtomashina yo'nalishida yashil svetofor yongan, lekin qizil tez yordam mashinasining svitlari yongan. Ya'ni ekstremniy holatligini bildirmoqda. Shuning uchun shu holatda albatta yengil avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak. Ushbu belgi qaysi transport vositalarini quvib o'tishni taqiqlaydi? Hammasini 40 km/soatdan kam tezlikda yoki harakat qilayotganlardan tashqari. Ushbu javob to'g'ri bo'ladi. To'g'ri, hammasiga taqiqlaydi, lekin 40 km/soatdan kam tezlikda yakka tartibda harakat qilayotgan transport vositalarini quvib o'tishimiz mumkin. Bu yo'l chizig'i nimani bildiradi? Xo'p, yakka 40 km/soatdan kam tezlik bilan harakat qiluvchi ikki g'ildirakli mototsikllar va velosipedchilardan tashqari barcha transport vositalarining quvib o'tishni taqiqlovchi hududni yo'q. Qatnoq qismining torayishiga bo'ldi. Torayish degan so'z bildik, bo'ldi. Chorrahani 3-bo'lib kesib o'tadi. Demak, ushbu holatda ko'rishimiz mumkinki, ko'k avtomashina asosiy yo'lda. Demak, ushbu holatda birinchi ko'k avtomashina o'tadi, keyin yashil avtomashina chorrahaga kirib, sariqda yo'l beradi va harakatni davom etadi. Demak, chorrahani 3-bo'lib kesib o'tadi yashil. Ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etilgan? Svetoforning qo'shimcha to'g'riga belgisi yoqilgan. Demak, ushbu holatda yengil avtomobil hamda tramvay transport vositasiga harakatlanishga ruxsat etilgan. Qanday holda markazdan qo'shilma kuch burilishda kamayadi? To'g'risi, bu savolda aniq javobini bilmayman. Harakat tezligi pasaygandagi. Bir payt tavakkal qilsa ham to'g'ri chiqib qoladi. Demak, bu savolga yodlab qo'yamiz. Demak, qanday holda markazdan qo'shilma kuch burilishda kamayadi desak, harakat tezligi pasayganda degan javob to'g'ri bo'ladi. Kim yo'l berish kerak? Bu tik nishablik. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu holatda tik nishablikda bizga yuk avtomashinasi yo'l beradi. Ushbu joyda yengil avtomobilning to'xtab turishiga ruxsat etilganmi? Taqiqlangan. Chunki bilganmiz, ko'prik tagida estakadlarda to'xtab turish mumkin emas. To'xtash va to'xtab turish mumkin emas. Bundan tashqari znak ham turibdi. Burilishda harakat qilganda avtopoyezdning tirkamasi siljiydimi? Burilish markaziga siljiydi. Bu savolni ham yodlab qolishlarini tavsiya qilamiz. Taqiqlovchi belgi tagiga o'rnatilgan qo'shimcha axborot belgisi nima maqsadda qo'yilgan? Demak, ko'rishimiz mumkin. Transport vositalarining quvib o'tish taqiqlanadi. Xo'p. Lekin belgidan qarang, ushbu holatda bizga shuni bildiradiki, ushbu belgi 300 metrdan keyin amal qiladi. 300 metrdan keyin quvib o'tish mumkin emas degan ma'noni bildiradi. Belgidan uning amal qilish hududigacha bo'lgan oraliqni aniqlash uchun to'ppa-to'g'ri. Bo'ldi.
boshqa ikkinchi savolda o'quvchi shart emas. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan bugun 29 va 30-biletlar tahlilini ko'rib chiqdik. Savollar bo'lsa, kommentlarda qoldiring, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi sonlarda albatta 31-32-biletlar tahlilini ham kiritamiz. Kanalimizga a'zo bo'ling. YouTube kanalimizda jonli efir qilishni rejalashtirmoqdamiz va o'z vaqti va soati haqida hammani ogohlantiramiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Telegramimizga a'zo bo'lishni unutmanglar.